Assalomu alaykum qadrli opa-singillarim. Bugun sizlar bilan men o'zim foydalanadigan oddiy lekin samarali usul bir haftalik rejani birgalikda tuzamiz. Asosiy g'oya bu stressdan qochish. Ko'p odamlar katta rejalardan charchab ketadi. Bir oylik, hatto bir yillik reja miyaga ko'p yuk beradi. Shuning uchun men faqat bir hafta uchun kichkina planer chizib olaman. Bu miyamga ham, nafsimga ham yengil. Rejamning eng muhim qismi ibodatlar, chunki musulmon insonning kundalik tartibi avvalo ibodat bilan boshlanadi. Men haftalik rejamga tahajjud, salovat, istig'for, dars qilishni qo'shaman. Ochig'ini aytsam, aynan shu joylarda o'zimda biroz dangasalik bo'lib turadi. Shu sababli ushbu usul bu dangasaligimni yengishga juda ham yordam beradi. Har kuni belgi qo'yib boraman, bajardim yoki yo'q. Shu tariqa har hafta tugaganda yangi sahifa ochaman. Kichkina qadamlar orqali intizomni saqlash va ibodatni targ'ib qilish hayotimga baraka olib keladi. Siz ham sinab ko'ring opa-singillarim va xulosalaringiz bilan kommentariy izohlarda bo'lishing. Xayr, sog' bo'linglar.